Shoshiladigan joyi. Shu ko'rib turgan obyektivlar, tayyor yangi hovlilar srochda narxlarda $142,000 sotiladi. Ushbu ko'rib turgan obyektivlar Olmazor tumani Chuqursoy mahallasida joylashgan uglovoyga tushgan hovlimizda umumiy 2 sotuv, 3 ta spalni, bitta hol, bitta zal hamda bitta oshxonadan iborat. Tashqariga ham, ichkariga ham bemalol avtoturargoh qilsangiz bo'ladi. Bu joyda hamma kommunikatsiya bor. Ushbu obyektimizda yangi, hali hech kim turmagan, asosiy eshikdan kirdi, avtoturargoh uchun joylari qilingan, zeleniy zonalari bor. Umumiy binoni ko'rinishi faqat fasad ishlari qo'yilgan. Mehmonlar uchun alohida sanuzilgan joy tashab ketilgan. Xullas hamma sharoitlari bomba. Ichkarini bitta ko'rib chiqamiz. Qaranglar, mana kirdi, domofonlargacha qilib qo'yilgan, konditsionerlar uchun alohida hamma narsasi tashab ketilgan. Chapki tomonda kattagina hol, qimmat lyustralar ilib qo'yilgan. Birinchi xonani ko'ramiz. Bu mehmonlar uchun zal, kattagina, kengina qilingan. Orqa hovlida havo almashtirish maqsadida joylar tashab ketilgan hamda podvalga tushsanglar bo'ladi. O'ng tomonda birinchi xonamiz bu oshxona. Oshxonamizda mebel texnika jihozlar qo'yilgan, ovqatlanib o'tirish uchun sharoitlari ham qo'yib ketilgan. Koridor qismidan yuradigan bo'lsangiz, 3 ta alohida xona. O'g'il bola farzandlar uchun alohida yotoqxona, qiz bola farzandlar uchun alohida yotoqxona hamda kattalar uchun mo'ljallangan spalnyamiz. Oldida o'zini sanuzili joylashgan. Pastda joy egasi raqamini qoldiramiz. Uy bozor plus kanal nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.